Bir futbol o'ynab shuncha muammo orttirdimmi? Bobur aka, bir oy oldin futbol o'ynaganimda oyog'imdan qattiq travma oldim. Shundan beri oyog'imni oxirigacha bukolmayapman, og'riq bo'lyapti. Yurganimda harakatlarim buzilgan, tizzam oldinga chiqib ketyapti. Bunday holatda futbolchilarda eng ko'p uchraydigan travma, jarohatlar tizza bo'g'imi xochsimon oldingi boylam uzilishi hisoblanadi. Bunda xuddi siz aytgan shikoyatlar tizza oldinga chiqib ketadi. Bu oxirigacha bukolmaydi, bukkanda kuchli og'riq yuz beradi. Biz bunaqa holatda MRT tekshiruvidan o'tkazamiz. MRT tekshiruvi xulosasi bizni xochsimon boylamimiz uzilganligini tasdiqlasa, biz uni operativ yo'l bilan davolaymiz. Chunki uzilgan boylamni dorilar bilan davolashning imkoniyati yo'q. Bir futbol o'ynab shuncha muammo orttirdimmi? Albatta. O'zi bu jarohat asosan futbolchi, kurashchi, ya'ni sportchilarga tegishli. Siz va yaqinlaringizda ham shu muammolar kuzatilsa, bizga, ya'ni Qaldirg'och med klinikasiga murojaat qiling.